Farzandingiz bilan mundaq paranglashib beqing. Agar farzandingiz gapingizni anglamasa, ifodalash usulingizni o'zgartirib baqsangizmi bo'ladi. necha qitim dedim, nemishqa gapimni anglamaysan? Nadijiq ta'kidladingiz, faqat 3-4 qitimni dedingiz, angladim-ku, oppa. Farzandingizga mundaq deb beqing. Bu ishni sana deb bo'lgan, ammo qilganingni ko'rmadim. Yana qayta deyishimni xohlamsan yoki hozirlik qilamsan? Harakating tezroq bo'lsin, bo'lmasa ulgurolmaymiz. Nemishqa ulgurolmaymiz? Farzandingizga mundaq deb beqing. Bugun dadang xizmatiga birinchi bo'lib bormasa bo'lmaydi. Uning birinchi bo'lishiga yordamlashayli. Qani kiyim kiyishda uchimizdan kim chaqqan? O'yinchiqingni darhol yig'ishtir, bo'lmasa tashlab etaman. Yo'q, o'ynab texi yerimiga keldim, yana o'ynayman. Farzandingizga mundaq deb beqing. O'yinchiq o'ynaydigan vaqt to'shdi. Sana o'yinchiq yig'ishtirish vazifasini beraman. Bir naqsh tugugicha o'yinchiqlaringni yig'ishtirib bo'lgin. Vazifani vaqtida tamomlasang, ata o'yinchiq o'ynash vaqtingni 10 minut uzartib beraman. Ikkinchi kuni soatni to'g'rilab, farzandingizga ko'rsatib qo'ying. 10 minutni ortiq berib, farzandingizga uning bergan va'dangizga amal qiladiganligingizni bildiring. 10 minutdan keyin o'yinchiq yig'ishtirish naqsini qo'yib bering. Inan bek gap anglaydi. Nemishqa uningdan o'rganmaysan? Nemishqa uningdan o'rganima, u nadi gap anglaydi? U bek gapsiz. Farzandingizga mundaq deb beqing. Ening jim o'tirib kitob ko'raytibdi. Sen televizor ko'rgeli 1 soat bo'ldi. Endi televizorni o'chirib, muzik angla yoki kitob o'qig'in bo'lamdi? Balalarga nisbatan haqiqiy ahvolni aytib, amaliy usulni ko'rsatib berganda tarbiya unumi texmi yaxshi bo'ladi. Siz bo'lsangiz qanday qilardingiz? İnkas rayonida javobingizni saqlaymiz.